Assalomu alaykum aziz obunachilar, sotiladigan mana bir dona sigirimiz bor. Yeb ichishiga, bo'g'ozligiga, xudo xolasa garantiya. 5 oylik bo'g'oz. Tishlarni bo'ylarni o'lchab bering aka bir. Bo'yini. Hak. Bo'yini bitta o'lchang aka. Beliga ashayadi o'rtasiga qo'yasiz, qo'ying. Hak. Mana metr pastda akalar, qayrilmagan holatda qani. Bo'ylar 1.24, 1.23 ekan. Akalar 1.21 ga olaverasiz. Yuvoshliklarni ham bir ko'rsatib bering aka. Yelinlarni ushlab. Xudo xolasa yelinlarni ham ushlab bering aka. Xotirjam boravering, tepmang, qo'rqmasdan. Mana to'ri apparati xudo xolasa ishlashiga javob. Bo'ldi. Akalar mana tishlari xudo xolasa hozir. Mana tishlari. Hakkan bor. Mana tishlari xudo xolasa zakonni. Bo'ldi aka, bitta mashina yurgizib qo'yamizmi? Mana akalar, yurish turishlari. Xudo xolasa nuqsoni yo'q, yeb ichishiga, bo'g'ozligiga. 5 oylik bo'g'oz. Konkretni narxi 18 million 700 ming. Kami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida azobunachilar mana. Yeb ichishiga, xudo xolasa bo'g'ozligiga garantiya. Bu molimiz akalar mana. O'ta xo'ra xudo xolasa, arqa holatlari mana. Suti bir xamir, yo'qqa beraveramiz aka suti. Xudo xolasa. Mana. Shu bir dona mol qo'ygan akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar mana turishlar. O'ta chiroyli.